Do'stlar, hammaga salom. Texnik tahlilni ko'rish turimiz odatdagidek dollar va boshqa asosiy valyutalarni texnik tahlilni birgalikda qilib, bozorda nima holatligini va nima imkoniyatlar borligini birgalikda ko'rib chiqamiz va odatdagidek dollar indeksidan tahlilni boshlaymiz. Xo'sh, oxirgi yengilliklardan bozor kunlaridagi umuman chiqqan hamma yengilliklar, bozordagi harakatlarni biz tahlil qilib chiqqan edik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kundalik tahlillarni va asosan jonli savdoni, ya'ni ko'rib chiqadigan bo'lsanglar, dollar bo'yicha, tilla bo'yicha hamma potensialniy harakatlarni biz tahlil qilib chiqib, kutgan harakatlarni aytdik va hozirgi holatda nima xulosa qilsak bo'ladi. Oldingi tahlillarda biz dollar bo'yicha tushishdan keyin bu tushishga hamma sabablarni aytib o'tib ketgan edik. Ya'ni o'sha Trampning siyosati, Yevrozona bilan bo'layotgan munosabati, undan tashqari o'sha dollar bo'yicha noaniqliklar ko'pligini hisobiga tushib ketadi deb aytgan edim va oxirgi yengilliklar yaxshi chiqadigan bo'lsa ham bizda bu narsa dollar radalish ko'tarib ketishiga sabab bo'la olmaydi, chunki AQSh o'zini yo'nalishini aniq qilmaguncha, ya'ni o'sha hozirgi tariflar bo'yicha Ukraina bilan bo'layotgan переговорlar, Rossiya bilan bo'lgan munosabatlar, undan keyin nima o'zgarishlar bo'lishi bo'yicha aniqlik kiritilmaguncha dollar qimirlashi qiyin bo'ladi va aynan dollar ko'tarilish uchun shu harakatlarda qanaqadir aniqlik kirilgandan keyin yoki qanaqadir keyingi qadamga o'tilgandan keyin ko'tarilishi mumkin deb aytdim va texnik tahlil tomonlama bizda aynan mana shu ikkita daraja kerakli daraja va bundan pastga biza tushishimiz kerak emas. Chunki bundan keyin o'sha slishkim tushib ketadi, pastda tushadigan hech nima yo'q, maksimum 102 700 ushlab qolish mumkin, lekin bundan pastga ketadigan bo'lsa slishkim tushib ketadi. Lekin hozirgi holatda dollar bunchalik arzon bo'lib ketishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'shanga yengilliklar yaxshi chiqsa ham, shu atrofda turadigan bo'lsa ham shu darajadan tushib ketmasligini biz kutgan edik. Tahlillarni boshidan ko'radigan bo'lsanglar, men o'zi dollar ko'tarilishiga ko'proq ishonyotgandim va haligacha ishonaman va shuni hisobiga ham aynan mana shu darajalardan pastga tushib ketmasin deb aytdim, chunki bozor ishtirokchilari o'sha dollarga bo'lgan ozgina bo'lsa ham ishonchini saqlab turgan bozor ishtirokchilari ham bozordan chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin degan edim. Slishkim dollar arzon bo'lib ketadigan bo'lsa deb. Va oxirgi yengilliklarda biz nima ko'rdik? Umumiy qilib oladigan bo'lsak, hamma yengilliklar bizda dollarga qarshi chiqqan bo'lsa ham, tushish kerak bo'lgan holatda dollar hozir ushlab qolishganligini ko'rishimiz mumkin. Hali biza bu darajadan pastga tushib ketish yoki dollar tushib ketish xavfidan biz to'liq qutulganimiz yo'q. Chunki bizda inflyatsiya darajasi ham past chiqdi, hamma ko'rsatkichlar, oylik ko'rsatkichi ham, umumiy inflyatsiya ham tushayotganini ko'rsatdi va 1 yil, yarim yil oldingi bozordan xulosa qiladigan bo'lsak, foiz stavkaga va inflyatsiya ko'rsatkichlariga ko'p narsa bog'liq edi. Sababi federal zaxira tomonlama belgilanadigan foiz stavkalar bozor asosiy korreksiyasini, ya'ni yo'nalishini belgilab beradi. Shuni hisobiga hozir texnik tahlilni o'zidan kelib chiqadigan bo'lsak, bizda hozir bu darajada kuch borligini ko'ryapmiz. Umumiy qilib oladigan bo'lsak, hali o'sishiga hech qanaqa texnik tahlil tomonlama ko'rsatkichlar bo'lgani yo'q. Shunchaki kutamiz, ja bo'lmaganda mashdagi yig'ilgan likvidnostlarni yig'ib biz tepaga o'tib oladigan bo'lsak, mana darajani inobatga olib, keyin biz sekin-sekin tepaga harakatni ko'rishimiz mumkin. Hozirgi turgan holatda pastda juda ham yaxshi likvid zonalar borligini ko'rishingiz mumkin. Likvidnost yig'gani tushish ehtimoli bor. Mantiqiy zonani biz belgilab qo'yishimiz kerak, chunki ideali biz tushib keyin bunaqa holatni ko'radigan bo'lsak, bu yaxshi holat bo'ladi. Pastga tushib ketib qolish, ya'ni tortib ketish ehtimoli yo'q emas, chunki bu darajadan pastga tushib oladigan bo'lsak, biz nimani kuzatishimiz mumkin? Mantiqiy hamma zonalar javobini berib tepaga ko'tarib ketganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham hamma narsa yopiq. Shuni hisobiga bu zona ushamasdan to'g'ridan-to'g'ri narxi yana shu darajaga olib kelishi, yana shu daraja atrofida narx yo tushib ketish yo ko'tarilish ehtimolida, ya'ni o'sha ikkilanish zonasiga yana kelib qolish ehtimolimiz bor. O'shanga dollar ko'tarilishini kutayotganlar, ya'ni mana shu holatda kutyapti deb o'ylayman. Men o'zim ham shu holatni kutaman va shu bilan keyin sekin-sekin ko'tarilishi ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kutganimdagi tez harakat bo'lmagan bo'lsa ham dollar bu darajadan tushirib yuborishmadi va haligacha umid bor ko'tarilishdan. Keyingi instrument bizda yevro dollar. Yevro dollarda biza nima holat kutsak bo'ladi? Umumiy qilib oladigan bo'lsak, biza kerakli darajalarni belgilab olgan edik. Ya'ni dollar o'sha tushish fonida
pastga ketadigan bo'lsa ham, boshqa bo'ladigan bo'lsa ham ikkita zona belgilangan edi. Kichkinaroq time framelarda ko'rishingiz mumkin. Biza mana bu zonani ikkita mana bu oraluvni tak mana qilib qo'yaylik. Tak. Mana bu ikkita zonani biz belgilab qo'ygan edik va shu zonadan biz tepaga ketishimiz kerak edi. Aynan mana shu atrofgacha yana bu harakat bo'ldi. Orada jonli savdo paytida bu narsalarni tahlilini qildik. Biz yana ahamiyat berish kerak bo'lgan zona deb SIC ni tortib qo'ygan edik va hozir biz nima ko'rishimiz mumkin. Umumiy atrabotka bo'ldi. Kerakli joyga, ya'ni likvidnost ham OB ni yig'ib ketganini ko'rishimiz mumkin. Yana qaytib tushdi ham. SIC zonada qanaqa reaksiya bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni narx to'xtab turib, keyin qanaqadir kuch yig'ib bizib o'tdi. Qaytib bizib o'tgandan keyin ham mana shu zona haligacha ushab turganini ko'rishimiz mumkin. Hozir nimaga ahamiyat berish kerak? Umumiy qilib oladigan bo'lsak, mana bu zonani o'zi ushab qolib pastga itarishiga sabab bo'lish ehtimoli yuqori, chunki bu video chiqquncha bizda yevro bo'yicha, ya'ni o'sha Yevropadagi adashmasam, hozir aytaman, Germaniyani inflyatsiya ko'rsatkichlari chiqqan, ya'ni shu 0.4 ga ko'tarilganini va undan tashqari Angliya bo'yicha Buyuk Britaniyani VVP ko'rsatkichlari chiqqan ekan va bu holatda ham tushish holati ko'ramiz. Bu o'zi funtga tegishli, funtni o'zi ko'rib chiqamiz. Yevro bo'yicha положительный o'zi ta'sir qilish kerak bo'lgan, yengillik bo'lgan, lekin hozir texnik tahlilni o'zini ko'radigan bo'lsak, bizda hozir aynan mashdagi yig'ilayotgan nakapleniyadan pastga o'tadigan bo'lsak, pastga ketishimiz kerak. Lekin yengillikni ko'ramiz. Oldingisi -2 chiqqan joyda hozir 0.4 ga ko'tarilganini ko'ramiz. Yevroga yaxshi ta'sir qilish kerak, lekin shu yerda ham biz baribir DXY o'zini ko'rsatadigan holatini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Chunki DXY da biz qisman mana bu harakatni ko'radigan bo'lsak, shuni hisobiga yana biz bir marta bu darajadan tepaga o'tib turib, keyin pastga tushish ehtimolimiz bor, lekin SIC ni xarakteridan kelib chiqadigan bo'lsak, biz bu yerda adashmasam yarim soatlikda chizgan edikda. M30dagi SIC ni oladigan bo'lsak, M30 ga o'tganimizdan keyin narxlarning harakatini o'sha xarakterini tozaroq ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. To есть bu zona hozir faqatgina dumla bilan bizib o'tilganini, lekin tanasi bilan shu yerda saqlanayotganini ko'rishimiz mumkin. Va M15 dagi hozir men chizgan zonamizni M30 da ko'rishingiz mumkin. Hozirgi narxda ham qarshilik qilayotgan zonadagi turibdi. Pastga tortadigan nima kuchlar bor deydigan bo'lsak, albatta bu yerda yetarli hammasi. Chunki bu yerdagi sell side'lar ham hammasi ham to'g'ri borish ehtimoli yuqori, chunki mana bu harakatlar hammasi sweep bo'lib turib bo'lgan. To есть biz pastga tushadigan bo'lsak, bu zonadan qaytishimiz ehtimoli juda ham kam. Keyingi instrumentimiz bizda funt dollar va funt dollarda bizda nima holat? Oldingi tahlilda belgilagan zonalarimiz haligacha aktual va umumiy qilib oladigan bo'lsak, biz bu yerda nimaga ahamiyat berishimiz kerak? Hozircha bu zonalar bo'yicha, ya'ni shu zonadan zonagacha harakatini inobatga oladigan bo'lsak, bu yerda ham hozir shu ob'yom kirgan zonani belgilab qo'ygan edik. Aynan shu yerda to'xtaganini ko'rishimiz mumkin va bugungi yengilliklarni inobatga oladigan bo'lsak, ya'ni shu funt bo'yicha chiqqan yengillikda, ya'ni VVP ko'rsatkichi bizda oldingi 0.4 ko'rsatkichidan -1 gacha tushdi va bu narsa funtga baribir ta'sir qilish ehtimoli bor. Ja bo'lmaganda bunaqa valyuta zaif payti, ya'ni fundamental fon bo'yicha ham yomon yengillik chiqqanda, umumiy hozir ekonomika tomonlama ham unaqa yaxshi bo'lmagan holatda dollar bilan korrelyatsiyasi ishlash ehtimoli yuqori. O'shanga dollarda biz ko'tarilish fonini ko'radigan bo'lsak, funtda xuddi shunaqa parallelni to'g'ri tushish ehtimoli bor. Bundan oldin yevro bilan funtlarni korrelyatsiyasi qanaqa buzilib ketganini ahamiyat bergan bo'lsanglar kerak. Funt o'zi отдельный harakat qilishni boshlagan edi. Hozir sekin-sekin qaytib oladi. Bu narsa tillagan tegishli keyingi analizimizdagi funtda hozir biz qisman dollarda tushib turib keyin ko'tarilish ko'radigan bo'lsak ham, yana o'sha zonadan zonagacha logikasi bilan jam bo'lmaganda mashdagi zonagacha va undan keyin pastgacha tortib ketish qolish ehtimoli bor. Bu zonada to'xtash ehtimoli ham bor, chunki bu zona qanaqa kuchliligini ko'rishingiz mumkin. Mana bu impulsning harakati aynan mashdagi ob'yomli harakat bilan keyin dalish davom etganini ko'rishingiz mumkin. To'xtalishdan keyin va o'shanga aynan mashid target bo'lib qolish ehtimoli yuqoriroq.
Va eng qiziq bo'lgan tilla. Tillada nima kutish kerak? Kim Telegramda bo'lsa, Telegramda men уже texnik tahlil qilolmaganligim sababli Telegramda bo'lishib turgan edim. Hozir skrinshotlar chiqadi, ya'ni o'sha maksimumlar yangilanishidan oldin, undan keyingi yana maksimumlar yangilanishi ham, chunki har maksimum yangilangandan keyin atkat bo'lganini ko'rdik, ya'ni mamti 4 soatlikda o'tadigan bo'lsak, mamti all time highlarni bizgandan keyin ham kichkina time framelarda kichkina atkat boshlanganda ham yana o'sha ko'p joyda tarqalgan srazu sellga ishlamaslikka maslahat berib turib, hali yangilanishi, bamma oxirgi hay yangilanishi ham, bu oxirgi hay yangilanishi to'g'risida ham men Telegramda bo'lishib turgan edim. Ya'ni shu hay yangilanishiga signal ko'rishim bilan buni bo'lishayotgandim va tahlil chiqquncha уже bizni 3000 gacha borishini ko'rsak kerak. Hozir ham yana atkat boshlanyapti va qisman qilib ko'pchilik kutayotgan bizani kanalli obunachilari strategiya deymizmi, o'sha men test qilayotgan narsadan xulosa qiladigan bo'lsak, hozircha sellga hech qanaqa namyoklar yo'q. Shuni inobatga olinglar va sellga hozircha shoshmay turganlarni maslahat berardim. Bu narsani o'zi sekin-sekin Telegramda ko'rishim bilan sizlar bilan bo'lishtiraman. O'shanga Telegramga pastdagi videoda opisaniyada obuna bo'lib qo'yinglar. Biza 3000 ga borgandan keyin qisman o'sha atrofda yana qochishini, ya'ni narx o'sha atrofda turishini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Hozircha 3000 ga bormasidan pastga ketib qolish ehtimoli bormi yo'qmi deydigan bo'lsak, bu уже чисто gadание bo'lib qoladi, chunki hozir hech kim bilmaydi. Lekin biz o'sha men o'zim test qilayotgan ikkita indikatorlar yordamidagi narsalardan xulosa qiladigan bo'lsak, katta harakat, ya'ni pastga ketishiga hozircha hech qanaqa signallar yo'q. O'shanga shoshmay turganingiz yaxshi. Sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan tahlillarim shulardan iborat. Videolarni kuzatishda davom etinglar va keyingi videolarda ko'rishamiz.